Ertalab bo'lib ketibdi-ku, namuncha uxlab qolibman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joy havaslar yangi video darslar. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar, chunki bugun qishloqda juda ham qiziqarli voqealar bo'lsa kerak. Bilmadim qanaqa voqea bo'ladi hali, chunki qishloqda hali yangi, yangi kunni boshladim. Menda iplar bor. Bu iplarni nima qilmoqchiman bilasizlarmi? Bilasizlarmi? Pul ishlab topsam, o'sha ishlab topgan pulimni, o'rtasiga bog'lab qo'yaman. Ya'ni o'sha pul yo'qolib qolmasligi uchun, pulni bog'lab qo'yaman-da, o'zim bilan olib yuraman. Keyin pulni aylantirish ko'p chiqaman. Shunaqa holat bo'ladi. Yo'q, unaqa jinnilik qilmayman, kerak emas menga bunaqa ip. Qayerda ko'rgansizlar, odam pulni ipga bog'lab turib aylantirish ko'p chiqqan. Unaqa voqea bo'lmaydi. Kanishni polus tozalash kerak. Avval endi bog'dorchilik, dehqonchilik degandek bunaqa ishlar qilish vobshi mazza ish. Sizlarga maslahat beraman. Vobshi kalla tinchlanadi. Yana nima bo'ladi bilasizlarmi? Hosildan olganinglardan keyin uni sotsanglar bo'ladi, yesanglar bo'ladi, nimadir narsalar qilsanglar bo'ladi. Qarochdak, hammasi foydali narsalar. O'shaning uchun maslahatim dehqonchilik bilan, bog'dorchilik bilan shug'ullanaveringlar. Hozir men bu yerdagi narsalar hammasini sira yig'ishtirib yuborsam, bo'ldi cho'tka hammasi. Endi bu tomondagi narsalar qaytarib ekib chiqish kerak yana. Mana qaytarib ekib tashlayman hammasini. Lekin buncha narsani to'g'risini aytsam, yig'ishtirib chiqish, ekib chiqish, qaytarib yana boshini og'ritib tashlaydigan narsa, chunki juda ham qiyin ish bular. Hali bunaqa ishlardan juda ham ko'p qilishim kerak. Qishloqda bunaqa ishlar tiqilib yotibdi. Ya'ni bitta o'zimning polizim bor-ku, lekin baribir tiqilib yotibdi. Agar hozir borsam, janob mer menga qanaqadir ish buyursa, o'sha ishlarni ham qilishimga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Qishloqda ish baribir vobshida ko'p. Hozir bu yerda kartoshkalarni yig'ishtirib olishim kerak. Mashinam bo'lganda zo'r ish bo'lardi, mazza qilib aylanib kelardim. Hozircha mashinam yo'q, lekin qayerdandir mashina sotib olishim kerak. Lekin mashina sotib olishdan avval bitta nima qilsamchi, bitta garaj qurib qo'ysamchi. Mashina bo'lmasdan turib qanaqa garaj qurish mumkin deb so'raydiganlar bo'lishi mumkin, kanishna. Qachonlardir bo'lib qoladi, o'shanda mashinani ichiga solib qo'ysam bo'ladi. Ya'ni garaj ichiga mashinani solib qo'ysam bo'ladi. Hozir janob merga borib polizlarni topshirib kelaman-da, keyin garaj qurishni boshlayman. Garajni chiroyli qilib qursam, mashina ham bo'lib qoladi. Ker Jo'xa, assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Sog'liqlarni olib keldingmi? Ha, olib keldim. Siz qo'lingizga beraymi yoki bu yoqqa qo'yib qo'yaymi? Xohlasang, u yoqqa qo'y, xohlasang o'zimga ber, o'zing bilasan. Ha, bo'ldi bratan, doimgi joyga qo'yib qo'yaman unda. Ha, bo'ldi, o'sha qo'ysang qo'yib qo'yar. Ha, men qo'yib qo'ydim bratan, bo'pti, men ketdim unda, rahmat. Senga ham rahmat, bo'pti, sog' bo'l. Ha, mayli. Hozir qiladigan ishim endi garaj qurmoqchiman dedim sizlarga. Lekin mashinam yo'q-ku. Qayerdan olaman mashinani? Oxirigacha videoni ko'rib tursanglar, balki mashina ham toparman qayerdandir. Qayerdanligini bilmadim o'zim ham. Hozir bu yerda ortiqcha yog'ochlar bordi, nimagadir qayerqadir ketib qolgan shekilli, qochib ketganmi, nima qayoqqa qochib ketgan bilmayman. Hozir garajni qayerdan qurishni o'ylab ko'rish kerak birinchi o'rinda. Qanaqa qurishni ham o'ylab ko'rish kerak, chunki faqat qayerdan qurishni o'ylagan bilan ish bitmaydi. Orqadan quraman. Bu yer tekislab turib orqadan qurib yuborsam, uyimning orqasidan ham ko'rinib turadi. Bemalol derazadan qarasam o'sha garaj ko'rinadi-da, keyin ichidagi mashinani ham ko'rib tursam bo'lar ekan. Hozir bizga kerak bo'ladigan asbob uskunalar mana shu uchalasi kerak bo'ladi, albatta. Chunki shu uchalasi bilan daraxtni ham, toshni ham, yerni ham chitsam bo'ladi. Menimcha mehnat eng zo'r narsa. Sizlarga faqat va faqat mehnat qilishni maslahat beraman. O'zi hamma videomda faqat maslahat beradigan bo'lib qolibman. Nimagadir 1-2 kundan beri hammaga maslahat berib o'rganib qolibman. Sizlar ham menga maslahat beringlar, kommentariyaga tushib, qanaqa maslahat berasizlar menga, qanaqa videolar chiqarayin yoki qanaqa ishlar qilayin yozib qoldiringlar albatta kommentariyaga. Men uchun juda ham muhim. Qancha daraxt olsam yetarkin bilmadim. Ko'proq olib borishga harakat qilaman, chunki kam olib borgandan ko'ra ko'p olib borgan yaxshi juda ham. Mana bu yerda bor ekan daraxtlar, bularni hammasini olib ketaman. Daraxtni ko'p kesish yomon narsa. Sizlarga vashiyata kesishga maslahat bermayman. O'zi aytayapman sizlarga, shu bugun faqat va faqat maslahat berar ekanman. Undan oldin ham oldingi videolarda ham faqat va faqat maslahat beryapman. Chunki birgalikda biz aqlli inson bo'lishimiz kerak. Sizlarni aqlli inson bo'lishinglarni tarafdoriman. O'qishinglar kerak, iloji boricha o'qib turib olim bo'lib ketsanglar, ustozlaring bor, vobsheta hayron qoladi. Nimaga bu olim bo'lib ketdi ekan, qayerdan olim bo'lib ketdi ekan deb. Keyin sizlar aytasizlar, shu Jo'xa aytgandi bizga olim bo'lib ketasanlar, o'qi deb deysizlar. Keyin ustozinglar Jo'xa kim u deydi. Keyin aytasizlar, mana shunaqa videolar qiladi, bizlar videolarni ko'ramiz, zo'r bo'ladi deysizlar, maqtaysizlar meni ham. Keyin meni maqtaganinglardan keyin xursand bo'lib ketaman. Maqtash unchalik ham yaxshi emas-ku, lekin baribir maqtasanglar zo'r ish bo'lardi. Men esa keyin mendan ustozinglar so'rasa, bu bolalarga sen nima deding desa, keyin aytaman, o'qinglar, olim bo'lasizlar dedim deyman. Keyin olim bo'lib ketadi, keyin olim bo'lib ketasizlar sizlar.
olim bo'lib ketganinglardan keyin hamma sizlardan yordam so'rab keladi, o'shanda yordam berasizlar. Keyin tak mana olmani olib ketaman. Bo'ldi, daraxtlarni ham olib bo'ldimi? Olib bo'lganimchasini. Endi olib borib tosh olish kerak. Toshni qayerdan olishni bilasizlarmi? Albatta, kanishna bu shaxtadan olinadi. Mana bu yerda bitta daraxt bor, uni olmayman mayli, chunki u qishloqqa yaqin joyda joylashgan. Qishlog'imiz uchun u kislorod bizga ishlab beradi. Bu yerda chiroyli daraxtlar bor ekan, ularni kesmaymiz. Chiroyli daraxtlar bizga вообще kerak bo'ladi. Железная kirka, ya'ni temirda yasalgan kirkam bilan hozir tosh olib chiqaman shaxtadan kirib. Shaxtadan olib chiqilgan toshlarni esa nima qilishimni bilasizlarmi? Qayerdan bilasizlar? Men shaxta nima qurmoqchi edim, garaj qurmoqchi edim. Sizlarga aytdimmi da kanishni. O'zimning esimdan chiqib ketdi. Sizlarni esinglarda bo'lsa, albatta endi toshlarni ko'p yig'ishtirib olishim kerak, chunki juda ham ko'p tosh kerak bo'ladi. U garaj degandan keyin katta narsa bo'lishi kerak. Mashina bemalol tegmasdan sig'ish kerak. O'shaning uchun ko'proq narsa olib olaman hozir. Mana tak toshlarni qaziganda nimagadir taqur-tuqur degan ovozlar eshitilmayapti menga. O'zi shaxtada eshitilishi kerak shunaqa, lekin bilmadim, bezok bo'lib qolganmi toshlar. Xo'p, biz ishlasak lekin juda ham ko'p taqur-tuqur ovozlar eshitiladi, lekin eshittirmasligimiz kerak, chunki qo'shnilarimizga ortiqcha bosh og'rig'i bo'lishi mumkin yoki kimdir ishlab turgan bo'lsa unga nima desam ekan, unga xalaqit qilishi mumkin. O'shaning uchun ortiqcha baqir-chaqir kerak emas. Tinchgina ishlash kerak, ishni ham tinchgina qilish kerak, o'yinni ham tinchgina qilish kerak. Qaranglar qanday takoy qilib qo'ydim. Endi o'rtasini sindirish oson bo'ladi. Mana endi bu tomonni ham xuddi shunaqa qilib kesamanmi, ya'ni sindiramanmi demoqchi edim. Kesib, daraxt kesiladigan narsa emas, to'g'rimi obunachilar? Tak hozir qaranglar, yana bir ikkita tosh olaymikan yoki nimadir qilish kerak-da. Короче, obunachilar chiroyli qilib, cho'tka qilib garaj qurishim kerak. Hozir qurib yuboraman-da, keyin sizlarga shuni ko'rsatib yuboraman qurib bo'lgandan keyin. Birgalikda qursak men chiroyli chiqadi. O'zim qurganimdan ko'ra, hozir sizlarga ko'rsataman qurilish sistemasini, qayerdan qurish, mana bu yerdan quraman degandim. Uyning orqasidan tag'in tomonda sindirib tashlayman ekan bir qatorni. Mana bu yerda hozir shunday o'to'lanlarni, narsalarni olib chiqib turib, ostini toshli qilamiz. Ya'ni toshli pol bo'lgandan keyin mashina bemalol mazza qilib yuradi. Xo'sh, mana bu yerga daraxt qo'yaymi ekan, mana bu yerda o'to'lanlarni yig'ishtirib chiqaman. Keyin mana bu yerda gullarni ham olib tashlash kerak, chunki вообще xalaqit qilyapti bu narsalar. Xo'p, bu yerni ham olamiz, bu yerni ham, mana bu yerni oxirigacha, uyni oxirigacha olib kelsam, uyni boshidan oxirigacha bo'ladi, kattagina bo'ladi. Bemalol kamaz olib kelib qo'ysam ham bu yerga sig'adi. O'rtasini oddiy yer blok bilan to'ldirib yuboraymi ekan yoki? Farqi yo'q, 1 2 3 tak 3 bo'lsa, 3 bo'lar ekan o'zi, yo 4 mi? Tak 4 ta ekan. Hozir bitta qo'yib yuborishim kerakmi yo darostdan bitta qo'yib yuborish kerak. Qaranglar, bitta past bo'lib qolgan. Bu tomondan keyin qo'yib yuboraman. 2 3 ta tak, bitta baribir qo'yib yuborish kerak. Hayronman, nimaga bunaqa kam bo'lgan, hayronman. Hozir to'g'rilaymiz, to'xtanglar. Rostdan bir qator past, bir qator ko'tarish kerak buni. Hozir tosh topib tashlayman, bir qator ko'tarmasam bo'lmaydi baribir. Hop, mana bu yerdan tosh qo'yib chiqaman, nima yer blok qo'yib chiqamiz, farqi yo'q. Tak bir qator ko'tarish kerak. Aytdim-ku, ko'ryapsizlarmi? Bir qator pastligini men qurishni boshlashini oldin sezgandim. Hozir mana endi ko'rib to'g'rilayapman. O'shanda to'g'rilamagan sababi endi sal bir vaqt cho'zilsin dedim-da. Vaqt cho'zilsa ishimni tez qilib bo'lgan bo'lmaydi. Ya'ni uzoq vaqt ishlashim kerak-ku men. Tez ish tugatib qo'ysam keyin juda ham tez charchab qolishim mumkin. Qanaqasi tez tugatib tez charchashim mumkin, o'zimga hayronman o'zim ham. Mayli, hozir ustki qismini tosh bilan yopib chiqaman. Tagi qismini ham tosh bilan yopib chiqish kerak iloji boricha. Daraxtlarim ko'p, lekin yon tomonlarini devorini taxta bilan yopaman. Xo'sh, bu tomonlarni ham mana shunday qilib chiqaman. Mana va mana juda ham ajoyib. Bu tomonlarda ham bor ekan, mana va toshimiz bitta bor edi. O'shani olib olaman. Tosh yetmadi, bor tosh olib kelish kerak. Shaxtadan mana shu yerdan sakrash ko'ryapsizlarmi? Spider-Man chelovak menmi? Bir balo chelovak pavk bo'lib ketyapman kundan kunga. Sizlar ham chelak pavk bo'la olasizlarmi yo'qmi bilmayman, lekin bo'lmaylar, chunki chelak pavk tomdan tomga sakrab yurasizlar. Ham tomdan sakrayman deb turib, tomni tagiga tushib ketmanglar dag'i. Keyin biror joylarga biror narsa bo'lsa dabdala bo'ladi. O'shaning uchun tinchgina oddiy odam bo'lib yuraveringlar. Hamma o'zi qanaqa odamligini yozib qoldirsin kommentariyaga. Men misol oddiy odam Johaman. Sizlar qanaqa odamsizlar? Misol Spider-Man unaqangi qahramonlar bo'lishinglar shart emas. Qahramon bo'lish uchun unaqangi super kuch ham kerak emas. Shunchaki o'qisanglar bo'ldi yoki isminglar qahramon bo'lsa, qahramon bo'lishinglar mumkin. Hozir mana deyarli qurib bo'ldim. Faqat o'sha usti qavatini yopib turib, keyin yon qavatiga devor qo'yib chiqsam bo'ldi. Boshqa ish qolmaydi bu yerda. Tak, hozir tepasini mana shu yerdan turib yopsam ham bo'ladi. Bo'yim yetar ekan-da. Bo'yim o'zi pastgina bo'lgani bilan, lekin bo'yim yetar ekan. Mana takoy.
Tak bu tomondagi mana bu narsalarni olib tashlaymiz. Bu yerga kerak emas, o'ta farqi yo'q bizga. Xo'p, endi tag qismini aytganimdek sizlarga tosh qilib chiqaman, pol qismini ya'ni. Xo'p, mana o't o'lanlar nimaga bu yerga qolib ketgan, hayronman. Olib tashamadimmi? Nahotki olib tashamaganman, olib tashashim kerak edi shularni ham. Xo'p, mana obbo, qo'limga nima bo'lgan? Qo'limga har qo'nsin. Tak mana bu yerni ham tozalaymiz. Xo'sh, bu yerga bunaqasiga, bunaqa va yana tosh yetmay qoldi. Onasini desa, omadni qaranglar dahshatligini. Omad ham zo'r ekan. Mana shu 2 dona kerak. Mana shu bildirmasdan turib, bo'ldi. Qulab tushmaydi, chunki o'zi ko'p tosh qo'yib qurilgan bu bino. Hech kim bilmaydi ham o'zi yoqda olganimda, lekin aytib qo'yaman keyinroq jitellarga shu yerdan oldim deb. Chunki yolg'on gapirish kerak emas. Taxtalarni ham shunaqa qilib qo'yib chiqaraman. Mashinam yo'q, garajim bor. Muhimi garajim bor. Og'zini yopib qo'ysam ichida jitellar moshin bor deb o'ylashi ham mumkin. Xullas zo'r ko'rinadi-da garaj borligi. Tak mana bu tomonni ham xuddi mana shunaqa qilib turib, bu tomonni oyna qilib yuboraymikan. O'rtaga bitta oynali qator bo'lishi kerak. Xo'sh, chotki. Xo'p, mana bu yerga bunaqa qo'yib qo'yaymikan. Farqi yo'q, bu yerga qo'yib turib, bu yerda ochsak juda ham chiroyli turadi mana. Mana olib tashlaymiz. Albatta qo'limiz qiyshiqligi sababli qo'yilib ketgan. 3 ta oyna turibdi. Bu tomonga ham 3 ta oyna turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Takoy turibdi. Buni hozir nima qilsam ekan, yopib qo'yaymi og'zini? Bilmadim, yopib qo'ysam ham bo'ladi. Atak eshik kerak bizga bu yerda yopib qo'yish uchun. Qanaqa eshik bilan yopishni o'ylab ko'rish kerak. Bilmadim, qanday qilib yopib qo'ymasam bo'lmaydi. Buning ichida mashina borligi bilinmasligi kerak. Men bu yerdan uyimga kiradigan yo'l ochaman bitta. Bu tomonda sandiq bor ekan. Bu tomondan chiqmayman. Sandiq bor joydan chiqib bo'lmaydi. Bu yerda esa bo'sh joy bor-da. Mana bu oynani bizga vobsheta kerak yo'q. Olib tashlayman oynani. Bu tomonda 2 qator eshik qilsak o'ta go'zal bo'ladi. Bittali eshik ham bo'laveradi. Hozir eshik yasaymanda mana shu yerga eshik qo'yib qo'yaman bitta. Garaj uchun katta eshik kerak. Menga katta eshikni bilmadim, zakaz qildirib olib keldirishim kerak qayerlardandir. Olib keldirgandan keyin bemalol ichkarida mashina bordek ko'rinadi. Albatta kommentariyaga tushib garajim qanaqa chiqqanini baholab ketinglar. Menimcha o'zimga juda ham yoqdi. Davay 0 dan 1 gacha baholaymiz yoki 0 dan yarimgacha baholanglar tinchgina. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.